Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barliq partiya a'zolari, vatandaşlarım, sabdoshlarim, yaxshimisizlar. Men vatandoshinglar Ablajon Leyla Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2021-yil 11 ayning 16 kuni seshanba. Aziz taqdirdosh vatandoshlarım, men tunigin yani 2021-yil 11 ayning 15 kuni so'zlagan leksiyarimda Indigenous people degan inglizcha so'zning haqiqiy ma'nosi nima deb to'xtalgan edim. Bugun yana bir qitim shuni eskartmoqchimanki, Indigenous people degan so'z yerlik millatlar degan ma'noda bo'lib, ma'lum bir rayonga tava bir qavmni, yani toplamni ko'zda tutadi. Bu iborani yana mundaq bir qancha xil tarjima qilsak, xatolashmagan bo'lamiz. Yovvoyi millatlar, yerlik millatlar, ibtidoiy millatlar, qo'polroq qilib aytsak, qaloq millatlar degandek deb tushuntirgan va nima uchun Uyg'ur millatini indigenous people desak, siyosiy va qonuniy jihatdan intayin cho'ng xatolashgan, hatto millatimiz va uning mustaqillik kurash va inqiloblariga xoinlik, satqinlik qilgan bo'lamiz deyish orqali xalqimizga bu nozik siyosiy tus olgan, tarixiy orqa ko'rinishi intayin qo'rqinchli bo'lgan iborani millatimizning mustaqilligini asliga keltirish kurashimizga mislsiz darajada ziyonli ekanligini anglitishga tirishgan edim. Afsus, mening tunuginki bu leksiyarim millatimiz ichiga keng tarqatilgandan keyin men nihoyatda ko'p partiya a'zolarimiz hamda xalqimiz tarafidan turli savollarni topshirib oldim. Ular deydiki, Ablajon Leyla efendim, siz tunuginki nutqingizda Uyg'ur millatini indigenous people, yani yerlik dastlabki millat deyish xato, hatto millatimizga qilingan kechirgisiz haqorat deb sharhlabsiz. Undaqda aytingchi, Uyg'ur millati ona tuprog'imiz, vatanimiz Uyg'uristonda yashagan va haligacha yashab kelayotgan dastlabki millat emasmi? Agar Uyg'urlarni bu tuproqda almisaqdan yashab kelgan eng dastlabki qadimiy millat deyish xato bo'lsa, u holda bu tuproqlarda biz Uyg'urlardan burun yashagan yana boshqa bir millat yoki qavm to'plam bor deganlik bo'lib qolmamdi? Mana bu savollar xalqimizni intayin tengirqashqa duchor qilib qo'yayotgan muhim bir savollardir. Biz bu savolga javob berishdan ilgari oldi bilan indigenous people degan hukmning qachon va nima uchun xalqaro siyosat hamda qonunlarga kirgizilganlik tarixiy orqa ko'rishni bilmagimiz va tushunmagimiz lozim. Xo'sh, undaqda indigenous people deganlik zodi nima deganlik? Bu so'zning asli ma'nosi yerlik xalqlar, dastlabki xalqlar, eng dastlabki millatlar, ibtidoiy millatlar deganlik bo'lib, qo'polroq qilib aytsak, yuqorida biz aytgandek, ibtidoiy qaloq qavm yoki qaloq millatlar deganlikdir. Bunda qavm yoki to'plam millatlar keyingi ko'chman millatlar tarafidan, ya'ni boshqacha qilib aytganda, tajovuzchi millat guruhlar, sinf davlatlar tarafidan mustamlik qilingan, shu tuproqda yashab kelayotgan eng dastlabki millatlardir. Bu nuqtadan qaraganimizda Uyg'urlarni eng dastlabki millat, yerlik millat deb atsa hech xato bo'lmaydiganligi va bo'lmaydigandeklik ko'rinadi. Lekin hukmni to'g'ri deb hukm qilishdan ilgari biz cho'qim oldi bilan indigenous people, ya'ni ibtidoiy millat, eng dastlabki millat deb chiroyli tarjima qilishga bo'ladigan bu xatarlik hukmning asli manbasi va muddaosini bilmagimiz shart. Indigenous people degan bu atalg'u hozirgi zamon muhitida Yevropaliklar tarafidan ishlatilgan atalg'u bo'lib, ular uni
Amerika qit'asiga yerlik xalqlarni Afrika ve Avrupa'dan kelgen köşmellerden farqlantirish uchun qo'llangan atalgıdır. Yani Afrika'dan, Avrupa'dan Amerika'ga köçüp kelgen köşmellerini şu Amerika'da elmisaqdan tartib yaşap kelgen en kadimi milletlerden farqlantirish uchun ularga indigenous people, yani native people degan bu atalgını qo'llangan. Bu indigenous people degan atalgı 1646-yılı Sir Thomas Browne tarafidan tunji qitim ishlatilgan atalgı desek xatolaşmagan bo'lamiz. Ammo bu atalgı ta ki 2002-yilga qadar Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan hiç ishlatilmagan. Fakat 2002-yilga kelganda tilga ilingan. Indigenous people, yani yerlik kişilerinin adette özüge xas ana tili medeniyeti bo'lgan bo'ladi. Bugünkü günde dünyada yaşayotgan yerlik millet atalgan bu indigenous people'larning sani 370 milyondan 500 milyonga kadar bulup, ular 90'dan artık devletlerde yaşaydı. Ularning taxminen 4 mingdan artık özleriga xas o'xshashmaydigan tillari ve 4 mingdan artık o'xshamagan tilda so'zlashidi. Demek biz bu indigenous people degan so'zning qachon ve qandaq maydonga kelganligini tushundik. Yuqorqi paketlarga asoslanganda Uyg'urlarni eng qadimiy yerlik millat deyish ittik qaramoqqa to'g'ridek olindi. Çünkü indigenous people'lar şu tuproqlarda yaşap kelgan o'ziga xos medeniyeti ve tili bo'lgan eng qadimiy millatlardir. Bunda iken biz nima uchun Uyg'urlarni indigenous people deb atash haqida Birleşken Devletler Teşkilatı'na sunulgan dokumentlarni xato, uni yo'llagan tayyorlaganlarni millatimizga xoinlik qilganlar ve vatan sotganlar deb ataymiz ve ayıplaymiz. Bu savolga cevap verish uchun biz indigenous people atalgan bu qadimiy millatlarning siyosiy ve qonuniy, coğrafiyalik o'rni bo'libmi hozirgi ahvolini inchga tahlil qilmagimiz ve bilmegimiz şart. Xalqarалық siyaset ve kanunlarda tilga ilinmagan ve hiç qandaq dokumentlarda oshkora o'ttirga hiç qo'yilmagan, hiç kimge bildirilmagan bu indigenous people degan hukmning ishlatilish ve kuchliklar tarafidan unumlik foydalanilgan bir siri bor. U bo'lsa-mu, ularning ashu indigenous people atavagan ve atılışkan yerlik qadimiy millatlarning onu tuproqlarini chiroyli bir şekilde monopol qilish, yerlik millatlarni bo'lsa osmoliyatsiya qilib yutishdan iboratdir. Biz uning uchun Uyg'urlarni indigenous people kategoriyasiga kirgizishga urinishga ve uning mustaqillik davlatini asliga keltirish kurashlariga qilgan xiyonat deb qaraymiz. Biz uning uchun Uyg'urlarni indigenous people kategoriyasiga kirgizishga tirishganlik vatanimiz, milletimizga qilingan xoinlik ve asilik deb qaraymiz. Sebebi biz yuqorida tilga olganimizdek kuchliklar, yani taraqqiy qilgan tajovuzchi, kengaymichi ko'chman millatlar, sinflar, guruhlar, devletler ana ashu atalgı bilen bu tuproqlarda qadimdan tartib yaşap kelgan eng dastlabki millatlarning tuproqlarini ishg'ol qilib, xalqini osmonchalik qilib yutishdi ve yutish boradi. Ularning qarashicha yer sharidan iborat bu planet barliq insoniyatga xosdir. Qandaqdir biz bugün tilga ilayotgan indigenous people, yani qadimiy ibtidoiy qo'polroq qilib aytganda qaloq millatlarning buncha cho'ng zaminlarni egallab olib, bu tuproq yurtlardan unumli foydalanmasligi, taraqqiy qildira olmasliklari ve devlet kurup onu boshqarish, kuchlantirish, gullantirish iqtidorining bo'lmaganligi, yani dört qaloqligi tufayli bundaq tuproqlarni taraqqiy qilgan millatlar tortib ilib, gullantirsa, kuchlantirsa, taraqqiy qildirsa albatta bo'ladi deb qarashidi. Mesela hazır dünya siyasetini belgilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarimi dal mushu şekilde bu tuproqlarning eng qadimiy millati, yani ibtidoiy millati bo'lgan qizil tanliklardan zo'rlik bilan tortib ilib, bugünkidek dunyoga super powerlik o'rniga ko'tarildi. Demek Xitoy ve onun hakimiyeti mi
mana shundaq bir bo'shliqni ko'rib yetganligi uchun cho'qim Uyg'ur millatini indigenous people kategoriyasiga kirgizib ilib, bu millatni o'zlari azaldan almisaqdan yashab kelgan ona tuproqlarda davlat qurib va uni taraqqiy qildirish iqtidori bo'lmagan döp ve qalaq hamda iptidai bir yavoyi millat kategoriyasiga kirgizib olalsa, o'zlarining xuddi Amerikaga o'xshash shaklda bu tuproqlarni rivojlantirish, gullantirish, kuchaytirib foydalanish bahonasi bilan ona vatanimizni tamamen öz monopolisiga aylantirib, ilish siyosiy hilm fikrlarini amalga oshirishni kapolatga ega qilgan bo'ladi. Xitoyning xalqimizni bugünkidek milyonlarca turma lagerlarga solab, bu millatga madaniyat, fan texnika o'rgatyapmiz. Qatmal ve radikal iptidai yavoyi kalalarını yuyuvatimiz deganga o'xshash sapsatları bugünkidek 21. asrda hech ve hiç deb tatmay o'ttirg'a qo'yib, xalqimizga qarta irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi hargizmi tasodifiy ish emas. Shuni biz Uyg'urlar bundaq nazik siyasi ve kanuni meselelerge intayin hoşyarlık bilen ciddi qarmag'imiz lazım ve şart. Biz Uyg'urlar hargizmi qalaq ve medeniyetsiz millet emasmiz. Biz tarixda Xaqan ve xonliqlarni hamda inqilab kurash qilish orqali mustaqil davlatlarimizni qurib, dunyoga jakalagan, hatta tarixda butkul dunyoni zilzilaga solgan hükümran Çingizxon ve onun xalqiga yiziq yaratib bergan, dunyoga davlatchilik ve davlat boshqarish bilimlarini o'rgatgan büyük ve mükemmel bir millet biz. Şuna Uyg'urlarni indigenous people, yani iptidai qalaq ve kadimi yavoyi millet kategoriyasi kirgizishga tirishish ve urinish faqat millatimizga ve davlatimizga qilingan xoinlik ve osiylikdan, düşmanimiz Xitoy ve onun menfaati uchun xizmat ko'rsatganlikdan boshqa hech narsa emas. Biz haqiqiy millatimiz uchun xizmat qilamiz ve devletimizden müstakilliğini amalga oshirish uchun hassa qo'shimiz deydi ekanmiz. U holda biz cho'qim hozirgi mavjud xalqaro qonunlardan unumli foydalanib, xalqaroning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari tarafidan qonunsizlarcha besilangan zimin deb e'tirof qilishlarini qo'l keltirmagimiz lazım. Onun için Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi kurulgan günden ta ki bugüngacha bütün vücudu bilen vatanimizning tajovuzchi Xitoy tarafidan qonunsizlarcha besilangan zimin ekanligini, xalqaroning e'tirof qilishni ciddi iltimos qilib kelyapti ve to'xtamay ilib beryapmiz. Bunun için barliq Uyg'ur xalqimizning, partiyamizning bu vatan mening vatanim, mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan jangovar ideologiyasining ostiga sharaf bilan yig'ilib, partiyamizga ko'plab a'zo bo'lib kirishingizlarni jiddiy iltimos qilamiz. Şu münasebet bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun. Allah bundan keyingi ishlarimizni yor ve yordamchimiz olsun. Ko'pchilikka rahmat.